Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bu video tayyor biznesga bag'ishlanadi. Mana biznes etaman deb yurgan aka-ukalar mana shunga qiziq ko'rsanglar bo'ladi. Toza disvoda apparat, mana ko'p ishlamagan hali. Toza damasi 2024-yil 30 ming probeg yurgan. Bir yerinde kraskisi yo'q, tamchi kraskisi yo'q umuman. Metan var, 4 balon toza. Bunday nasozlari var, mana 2 dana nasozi. Adamlar uyine bargan vaqtında idishini quyib beradigan nasoz bu. Darrov quyib ketaverasizlar. Mana ichida 1 tonnalik idish. Mana üstünde yine 2 danası var, 1 tonnalıktan. 120 litrlikdan 2 nasoz. Hammasi qo'shib beriladi. Tayyorg'ana biznes. Klientlar ham tayin. Kununa 3 tonna suv sotilib turibdi. Telefon nomerini beradi. Klientlar shu nomerga telefon etadi. Gaplashib, uyini olib boraverasizlar suvni. Bir 2 kun, 3 kun yanına o'zi olib yurataveradi. Odamlarning uyini ko'rsataveradi klientlarning. Ish zo'r. Hali qish oyi 3 tonna suv o'tib turibdi. Yazda ondan ham ko'payadi, xudo xolasa, olsanglar. Mana sidinalari da turibdi. Hali odam minmagan paketida turibdi. Mashinaning signalizatsiyalari bor. Xullas gap yo'q. Olgan odam sразу shu olgandan darrov ishli bo'lib ketaveradi. Mana 500 litrlikdan 2 ham qo'shib beriladi.